Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda grafik va diagramma turlari, ularni yaratish usullari bilan tanishasiz. Grafik va diagrammalar raqamli ma'lumotlarning vizual ko'rinishi bo'lib, inson miyasiga turli ma'lumotlar turlari va ularning kategoriyalari o'rtasidagi munosabatni osonroq tushunishga yordam beradi. Raqamli ma'lumotlarni diagrammalar va grafiklar ko'rinishida taqdim etish, ularni taqqoslash, kelgusi trendlarni prognoz qilish, tarixiy tendensiyalarni kuzatish imkonini beradi. Maktab ma'muriyati grafiklardan foydalanib o'quvchilarning o'zlashtirishini, ularning turli fanlar, choraklar bo'yicha baholari, o'quv choraklari, test sinovlaridan erishgan natijalarini o'zaro taqqoslashi mumkin. Diagramma yoki grafikda trendlarning o'sgani, pasaygani yoki o'zgarmagani yaqqol tasvirlanadi. Shu asnoda siz diagramma orqali trenddagi o'zgarishlarni kuzata olasiz. Masalan, o'quvchining o'zlashtirishi pasayganda, diagramma trendi pastga qarab yo'naladi. Diagrammalar ehtimoliy voqea hodisalarni taxmin qilish imkoniyatini beradi. Deylik, o'quvchi o'zlashtirishini yaxshilay oladimi? Ba'zi muassasalar imtihonlarda o'quvchilarning avvalgi baholari va ba'zida mavjud boshqa ma'lumotlar asosida yaqinlashayotgan imtihonlar natijasini prognoz qiladi. Diagramma yaratishdan avval uning maqsadlarini aniqlab oling. Auditoriyaga qanday g'oya yetkazmoqchisiz? Bundan tashqari, diagramma yoki grafiklar turini, ularga oid atamalarni yaxshilab o'rganing. Maqsadlardan kelib chiqib, auditoriyaga yetkazmoqchi bo'lgan g'oya uchun eng mos grafik yoki diagramma turini aniqlang. Ustunli diagramma. Bu toifalar bo'yicha qiymatlarni taqqoslash uchun eng optimal diagramma. Misol uchun, u o'quvchilarning baholarini taqqoslashda qo'l keladi. Ustunli diagramma yaratish uchun sizda yorliq va unga biriktirilgan qiymat bo'lishi kerak. Diagramma yoki grafik sarlavha, toifa, X o'qi, Y o'qi, legenda, qiymat kabi qismlardan tarkib topadi. Sarlavhada auditoriyaga diagrammaning asosiy maqsadi ko'rsatiladi. Chiziqli grafiklar. Chiziqli grafiklar toifaning muayyan vaqt oralig'idagi natijasini trendlar yordamida ochib beradi. Ushbu chiziqli grafikda bitta toifa berilgan. Jasurning 4 ta vazifa ijrosi bo'yicha ko'rsatkichlari. Ko'rib turganingizdek, trend tobora pasayib borgan. Demak, Jasur keyingi topshiriqni avvalgisiga nisbatan qoniqarsiz bajargan. Bu chiziqli grafikda esa ikkita kategoriya uchun trendlar ko'rsatilgan. Ko'rib turganingizdek, Jasurning trendida pasayish, Jamilanikida esa o'sish aks etgan. Bu chiziqli diagrammada birdan ortiq trendlar aks etadi va bir necha toifaga ko'ra o'zaro taqqoslanadi. Diagramma yoki grafik yaratishda ma'lumotlarni belgilash. Qo'zg'almas ma'lumotlarni belgilash. O'qituvchingiz taqdim etgan Asset 16.01 XLSX faylidagi elektron jadval ma'lumotlaridan foydalanib, o'quvchilarning birinchi va ikkinchi chorakdagi baholari ifodalangan diagramma yarating. Buning uchun ustunli jadvalni tanlang. Uni siz Insert menyusidagi Charts bo'limidan topasiz. Select Data buyrug'idan foydalaning. Ochilgan oynada ma'lumotlar seriyasining nomini, deylik birinchi chorak deb yozasiz va qiymatini belgilaysiz. Shundan keyin OK tugmasini bosing. Bu birinchi semestr kabi ketma-ket nomlarni qo'shishingiz uchun oynani ochadi. Keyin esa seriyali qiymatni tanlaydi. Bu qo'zg'almas ma'lumotning bitta to'plami, ya'ni birinchi chorakka oid ma'lumotlarni jadvalga kiritadi. Qo'zg'almas ma'lumotning ikkinchi to'plamiga, ya'ni ikkinchi chorakka oid axborotni kiritish uchun bundan avvalgi amallar ketma-ketligini takrorlang. Keyingi bosqichda gorizontal o'q yorlig'ini kiriting. Buning uchun Design menyusidan Add Chart Element buyrug'ini tanlang va Axis Titles bo'limidan Primary Horizontal deb nomlangan o'q yorlig'ini kiriting. Qaysi rangli ustun nima ma'noni anglatishini bildirish uchun Add Chart Element buyrug'idan foydalaning. U yerdan Legend buyrug'ini tanlang va joylashuvni ko'rsating. Sarlavha kiritish uchun ham Add Chart Element buyrug'idan foydalanasiz. Diagramma yoki grafik yaratishda qo'zg'aluvchan ma'lumotlarni belgilash. Qo'zg'aluvchan ma'lumot bu ma'lumotlar oralig'i yoki bir-biriga bog'langan diagrammalar va grafiklar yaratishda osongina belgilanadigan hamda diagrammalarga kiritiladigan ma'lumotlar seriyasi. Grafik diagramma tuzishda tegishli ma'lumotlar oralig'ini qanday belgilash kerak? Grafik yoki diagramma tuzish uchun muayyan ma'lumot oralig'ini belgilashda turli klaviatura tugmalari kombinatsiyasidan foydalanish sizga qulaylik yaratadi. Misol uchun, bir nechta sahifada joylashgan yirik hajmli ma'lumotlarni saralash uchun Ctrl+Shift+8 kombinatsiyasi qo'l keladi. Ushbu jadvalda qator kombinatsiyalar va ularning vazifasi bayon qilingan. Ulardan qanday foydalanish xususida turli yoriqlar bilan mashq qilishingiz mumkin. Diagramma va grafik turlari. Ustunli diagramma va grafiklar.
Diagramma yoki grafik yaratar ekansiz, eng avvalo auditoriya manfaatiga mos diagramma yoki jadval tanlashni unutmang. Toifalar bo'yicha qiymatlarni taqqoslash uchun ma'lumotlarni ifodalashda misollarda ustunli diagramma yoki grafik eng optimal tanlov ekani xususida yuqorida to'xtalib o'tdik. O'quvchilarga oid ma'lumotlar misolida toifa o'quvchining ismi, qiymat esa ularning olgan bahosi bilan ifodalanadi. Gistogrammalar. Ustunli diagramma va gistogrammalar shaklan o'xshash bo'lsa-da, ular ma'lumotni boshqacha turli usullarda aks ettirishga xizmat qiladi. Gistogrammalar bir nechta qiymatlarni ifodalash uchun juda mos keladi. Ular o'zgaruvchan qiymatlarni ifodalash yoki what if kabi ssenariylarda qo'l keladi. Ushbu diagrammadan misol sifatida foydalanadigan bo'lsak, ushbu misolda o'quvchilarning bir nechta testdan baholari diagrammada ifodalash mumkin edi. Bunda ularning muayyan vaqt, deylik choraklar davomida olgan baholari ifodalanadi. Muqobil ravishda o'quvchilarning test variantlarini yechish bo'yicha taqqoslasa bo'ladi. Natijada o'zingizni qiziqtirgan masalalar kelib chiqadi. Deylik, savollar berishingizga imkon beradi. Masalan, o'quvchi kutilgandan ham past yoki baland baho olsa nima bo'ladi? Demak, gistogramma birdan ortiq qiymatlarni oddiy diagrammadan ko'ra tushunarli ifodalaydi. Bir qarashda ko'p qiymatga ega jadvaldan ko'ra o'quvchi maqsadli baho olishdan qanchalik uzoqligini ko'rishingiz mumkin edi. Chiziqli grafiklar. Chiziqli grafiklar vaqt trendlarini ifodalash uchun eng mos grafik turidir. Bundan avval o'quvchining muayyan vaqt oralig'idagi o'zlashtirishi tasvirlangan grafikni ko'rib chiqdik. Xuddi shu tarzda vaqt o'tishi bilan bir nechta o'quvchining muayyan vaqt oralig'idagi o'zlashtirishini sinov natijalari orqali osongina taqqoslash mumkin. Doirasimon diagrammalar. Doirasimon diagramma ba'zida pirog diagramma ham deyiladi. Butun element tarkibidagi har bir qiymatni alohida ifodalash uchun eng mos jadval turidir. Deylik, mazkur diagramma yordamida har bir odamning umumiy jamg'armadagi ulushini tasvirlash mumkin. Unda har bir kishining umumiy miqdordagi hissasi foizda ko'rsatiladi. Elektron jadvaldagi qiymatlar yig'indisi 100% ga teng bo'lmasa ham, tizim avtomatik hisoblash orqali doirasimon diagrammani foiz ko'rsatkichlari bilan ifodalaydi. Sohali diagramma va grafiklar. Sohali diagramma muayyan vaqt oralig'ida ma'lumotlarning bir nechta to'plamini taqqoslashda qo'l keladi. Chiziqli grafiklarga shaklan o'xshasa ham, sohali diagramma ostida rangli chiziqlar bo'ladi. Uning kamchiligi shundaki, katta qiymatlarga ega ma'lumotlar seriyasi kichik qiymatdagilarni bloklab qo'yadi. Bu ma'lumotlarni bartaraf etish uchun Transparency uskunasi faollashtirilib, diagrammaning barcha konturlarini yaqqol ko'rsatish kerak. Nuqtali diagrammalar va grafiklar. Nuqtali diagramma sonlarning ikkita to'plami orasidagi munosabatni ifodalash uchun asqatadi. Ushbu diagrammaga qarang. Aytaylik, sizda x va y o'qlariga oid ma'lumotlar bor va ularning qiymatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatmoqchisiz. Bu vaziyatda aynan nuqtali diagramma muqobil tanlov. X qiymatini chap tomonga joylashtiring. Aks holda diagramma noto'g'ri talqin qilinadi. X va y o'qlari yorlig'i raqamlar ustunining yuqori qismida tursin. Diagramma va grafikning boshqa turlari. Microsoft Excel dasturining Insert menu bo'limida diagramma va grafikning boshqa turlarini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, endilikda siz grafik va diagrammalarning turlari bilan tanishsiz va ularni yaratishni bilasiz. Keyingi darsimizda yaratilgan grafik va diagrammalarni tahrirlashni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.